bittaman. Qarang, mana shu Forgren firmasida, men dilerligini olganimizga 2 oydan oshdi. Taxminan 1000 ga yaqin kalotka sotdik. Qaytgan kalotka soni 9 yoki 10 donaga bormaydi. Bu degani 0.01%. Juda ham ideal natija degani 0.01%. Endi qarang, qaytgan kalotka shu 9 ta 8 ta kalotkani ham 4 ta 5 tasini boshqa mashinaga qo'ydik, chotki ishlab ketdi. Umuman muammo qilmadi. O'zimning mashinam rabochiy kalotka turibdi. Любой odam kelsa haydab ko'rsin, chiyilab qaytgan kalotkani qo'yganman, chiyitgan ovoz yo'q. Yana bitta sizlar fakt qarang-da. Mana kalotka Forgrenniki, mana shu yashildan chiyilab qaytib keldi. Endi qarang. Ko'ryapsizmi? Baraban faqat o'rtasiga tekkan, kalotka barabanga tekis yotmagan. Ikki yoniga umuman hech tegmagan hali baraban. Bu nima degani? Bu ayb kalotkada emas, ayb barabanda degani. Chiyiladi degan faqat kalotka aybdor bo'lavermaydi. Shuning uchun barabanni ham tekshirtirib, keyin qo'ysalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz endi mayli dedik, lavsligamizni almashtirib berdik, muammo qilmadik, lekin ayb %100 barabandan chiqdi, kalotkadan emas. Salomat bo'lasizlar, xizmatlaringdamiz.